9 ot kuchli benzinlik motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada 9 ot kuchli benzinlik starter kalitda yuradigan va 5 starter oddiy prostoy variantlaridan motobloklarimiz yetib keldi. Hozir bu motobloklarimiz sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz va bu motobloklarimiz uchun endilikda komplekt holatida mana shu turdagi dorilarni solish uchun selka apparatlari va undan tashqari yerlarni haydashda, agatlarni olish uchun universalni pluglarini ham komplekt holatda sotib olishlaringiz mumkin. Xo'p, bu komplektimizni hozirlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni tanishtirib o'tamiz va video davomida mana shu videolarga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omad deb yozib qoldirganingiz uchun mana shu atrofda hali ham pulga sotilayotgan benzapila yokida kulish nabor va shunga o'xshagan 100 xil noshq sovrinlardan birini tekinga yutib olish shartlarini tanishtirib o'taman. Aytib o'tganimda bizning do'konlarimizga kelib motoblok sotib olganingiz uchun mana shunday instrumentlardan birini ham tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Faqatgina videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang, videoga like bosing va kommentariyaga omad deb yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizga kelib mana shu turdagi 9 ot kuchli xohlasangiz starter kalitda yuradigan, xohlasangiz 5 starter oddiy variantlardan motobloklarimizdan birini sotib olganingizdan keyin do'kon ichida joylashtirilgan omadli barabanimizni aylantirib, mana shu turdagi sovg'alardan birini tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, do'kon ichidagi omadli barabanimizni ham to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz. Hozirgi paytda xo'jalik bob, ro'zg'or bob modeldagi 9 ot kuchli benzinlik motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga aytib o'tganimdek e'tibor berishlaringiz mumkin. Oddiy variantlaridan yurgizish joylari zavodni orqali yuradigan, motorlari 177 motor 9 ot kuchli benzinli motobloklarimiz yetib kelgan. Bu motobloklarimizni yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi, soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. Motoblogimizning motorlari 177 bo'lishiga qaramay, hozirgi paytda har xil reduktorli variantlari bor. Bizning do'konlarimizdan kelib sotib olaman degan akalarimiz uchun Viber juda ham ko'p akalar, bemalol kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor. Hozirgi paytda motorlari 177 motor 9 ot kuchli benzinli motobloklarimizni 4 xil reduktorli varianti bor akalar. 250 tali, 350 tali, 450 tali va 550 tali katta korobkali variantlari bor. Bu eng katta korobkali variantlari bo'ladi. Faqatgina oddiy zavodnoyda yuradigan varianti va kalitda yuradigan variantlaridan hozirlarga obzor qilib chiqaryapmiz. Bu motobloklarimizda hozirgi paytda reduktorlarni usulinni qildirib tayyorlab olib kelganmiz. Reduktorlarni ichki tomon shesterni o'qlari, bloklarini qalin, yaxshi, garantiyali bloklardan qo'ydirib olib kelganmiz akalar. Motobloklarimiz uchun bemalol o't o'radigan jatkalar va undan tashqari mana shu turdagi universalni pluglarni qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda bu reduktorlari eng katta 550 tali korobkali varianti. Motoblogimizda oldiga ikkita skorusi bor, orqaga bitta skorus bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizda 60-70 razmerlarga o'zgarib ishlash uchun bemalol balonlarning orasini kengaytirib, toraytirib ishlatishlaringiz mumkin. Va bu motobloklar uchun komplekt holatda mana shunday universalni pluglardan ham olib foydalanishlaringiz mumkin. Xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz o'rtaga qo'yib, jo'yaklarni olishda, plug sifatida yerlarni haydashda olib foydalanishlaringiz mumkin. Bu undan tashqari ligirovkali varianti bo'ladi. Lapkalarni ko'tarib, tushirib ham ishlatsangizlar bo'ladi akalar. Hozirgi paytda sotuvda bor. Bemalol kelib bizning do'konlarimizdan sotib olishlaringiz mumkin. Bu benzinlik oddiy zavodnoyda yuradigan model edi. Endi sizlar bilan mana 9 ot kuchli starter kalitda yuradigan variantlarini ham tanishtirib o'tamiz. Bu motorlari 177 motor, yoqilg'i turi benzinli, 5 litrli benzin baklaridan qo'yib ishlangan bo'ladi. Starter kalitda yuradi akalar. Bir-biridan farqi faqatgina starteri bor yoki yo'qligi.
Va undan tashqari reduktorlarini bunda ham akalar 4 xil varianti bor. Eng katta hozir mana 550 talik katta korobkali variantini obzor qilib chiqaryapmiz bularda ham. Motoblogimizni bu motoblogdan farqi mana shunday rollari ham buriladigan varianti hisoblanadi. Rollari uzun varianti bo'ladi. Kalitlari bu yerga joylashtirilgan. Oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Bu motoblogimiz ham soatiga 700 gram benzin rasxod qiladi. 60-70 razmerlarga bemalol o'zgartirib ishlatishlaringiz mumkin. Va undan tashqari yuklarni toshish uchun va o't o'radigan jatkalarni qo'yish uchun ham eng katta mana shunday 550 talik korobkali variantlardan olishlaringizni tavsiya beramiz akalar. Bu degani katta jatkalarni qo'yganingizda, suv nasoslarni qo'yganingizda оборот kattaroq bo'lishi kerak. Shuning uchun qishloq xo'jaligidagi vomdagi o'qlari ham qalin shesternali o'qlar bo'lishligi kerak bo'ladi akalar. Xo'p, bu motoblogimizni hozirgi paytda o'zini komplektlarida freza, dokument, ключ va 1 yildan mana shunday usulinli korobkali variantlariga 1 yildan garantiyalarni qilib beramiz. Xohlaganlarga bez starter, xohlaganlarga starter kalitda yuradigan variantlari. Va orqasida turgan universalniy selka apparatimiz bo'ladi. Dorilarni solish uchun va ekinlarni ekish uchun razmerga o'zgarib ishlaydigan 50, 60, 70 razmerlarga o'zgartirib ishlatsangizlar bo'ladi. Bu dori soladigan apparatimizdan ham hozirgi paytda bizning do'konlarimizda nalichida bor akalar. Bu agregatlarimizni mana shu joyda ko'rib turgan barcha turdagi motobloglaringiz uchun qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Hozirgi paytda bu motobloglarimizni o'zini komplektiga freza, dokument, ключ va aytib o'tganimda usulinli korobkali variantlariga 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Hozirgi paytda bu motobloglarimizning narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, hozirgi paytda bez starter oddiy zavodnoda yuradigan motoblogimizning eng arzon variantlari narxi 4.800.000 so'mdan boshlab akalar 6.5 million so'mgacha mana shunday 9 ot kuchli benzinli motobloglarda sotib olishlaringiz mumkin. Aytib o'tganimda eng katta 550 talik korobkali variantlari 6.5 million so'mgacha chiqadi. Eng arzon modellari esa 4.800.000 so'm chiqadi. Undan tashqari agarda starter kalitda yuradigan variantlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bu motobloglarimiz hozirgi paytda 5.500.000 so'mdan boshlab akalar 7.5 million so'mgacha variantlari bor. Bemalol kelib tanlab olish imkoniyatlaringiz bor akalar. Motobloglarimiz uchun aytib o'tganimda reduktorlar usulinli variantlariga garantiyalargacha qilib beramiz. Hammasini komplektda freza, dokument, ключ o'zini zapchaslari chiqadi va orqasida turgan agregatlarimiz esa bu dori soladigan selka apparatlarimizni hozirgi paytda aksiya narxlarda atiga $100 dan berib oryapmiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib sotib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga universalniy pluglar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu universalniy pluglarimizni hozirgi paytda eng arzon modellari 650.000 so'mdan boshlab 1.300.000 so'mgacha mana shunday universalniy pluglardan ham sotib olishlaringiz mumkin akalar. Xo'p, aytib o'tganimda videolarga like bosib, kommentariyaga omad deb yozib qo'ygan obunachilarimiz uchun kelganlaringizda qaysi bir motoblogni olishingizdan qat'iy nazar mana shu joyda ko'rib turgan 9 ot kuchli motobloglaringiz yokida boshqa turdagi motobloglardan birini sotib olganingiz uchun sizga bonus tariqasida videoni boshida aytib o'tganimdek mana shunday benzopilalar, ключ naborlar va shunga o'xshagan boshqa turdagi instrumentlar do'konimiz ichida omadli barabanimizda joylashtirib qo'yilgan. Bu omadli barabanimiz ichida faqatgina benzopila, ключ nabor emas, bolgarka, drel, shurpayor, shunga o'xshagan dori sepadigan apparatlar va boshqa turdagi instrumentlar shu joyda joylashtirib qo'yilgan. Kelib omadli barabanni aylantiring va tushgan sovg'alaringiz nimaiki tushishidan qat'iy nazar motoblogni hozir aytib o'tilayotgan narxidan arzoniga sotib olishlaringiz mumkin va tushgan sovg'alarni ham 1 so'm pulsiz tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Videolarimiz manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, videolarga bitta like tugmasini bosib, kommentariyalarga omad deb yozib qoldirib qo'yishni unutmanglar akalar. Xohlaganlarga upakovka, xohlaganlarga mana shu joyda yig'ilgan holatda motobloglarimizni tayyorlab bera olamiz akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar, joninglar sog' bo'lsin.